Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun men O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevga va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilmoqchiman. Aziz vatandoshlar, ham sizlarga ham bu murojaat, buni muhokama qilishlaringni so'rayman. Izohlarda o'zlaring fikrlaringni yozishlaringni so'rab qolaman, iltimos qolaman. Men shu sudyalarni, Oliy sud raisini, Oliy sud sudyalarini, Sudyalar Oliy kengashini, yo bo'lmasam meni ishimga bog'liq bo'lgan, meni ishimni ko'rgan sudyalarni bir ochiq ommaga ko'rsatib, xalqimiz ko'radigan darajada bir ochiq muzokaraga, muhokamaga, savol javobga taklif qilaman sudyalarimizni. Mana shu oxirgi yillarda juda ko'p ba'zi bir sudyalarimiz, endi men hozir 10 ta ishni men taqdim qilaman, raqamlari bilan, sanalari bilan, sudyalarni sudni nomlari bilan, jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda, ma'muriy sudda, iqtisodiy sudda menga bog'liq bo'lgan ishlar bo'yicha o'sha ko'rilgan ishlarda bir yoqlama ko'rilgan deb hisoblayman. Adolatsiz qarorlar qabul qilingan deb hisoblayman. Menda bor dalillarga tayanib turib, men dalillar taqdim qilaman. O'sha ommaviy axborot vositalari orqalimi, televideniya orqalimi, yo ijtimoiy tarmoq orqalimi, yo auditoriyasi katta kengroq bo'lgan kanallar orqali men ochiq shu sud tomonidan vakillar kelsin, prokurorlar kelsin, ommaviy axborot vosita vakillarimi bir ommani oldida ular bilan shu menga bog'liq bo'lgan oxirgi mana shu 4 yil ichida ko'rilgan ishlar bo'yicha ochiq muzokara qilishga tayyorman. Agar meni hozirgacha birorta ishim o'sha sudlarda bir yoqlama bo'lib, meni manfaatim emas, menga уже minusga ishlayapti, hamma qarorlar chiqarishyapti. Agar meni shu omma oldida, ommaviy axborot vositalari orqali shu ochiq muzokarada, ochiq muhokamada men nohaqligimni isbotlab berishsa, men omma oldida qo'l ko'tarib, uzr so'rab, moddiy ma'naviy zararlar qoplab, o'sha qilingan shu ishlarni bo'yicha qilingan barcha sarf-xarajatlarni men to'lashni bo'ynimga olaman. To'lab beraman agar men nohaqligimni isbotlab berishsa. Agar men haq bo'lsam, ular ham o'zini vakolat doirasida meni haqligim to'g'risida qaror qabul qilishib, sudlarni tashkil qilishib, qarorlar qabul qilishadi degan umiddaman. Shu boshqa yo'li qolmayapti. Ommani oldida xalqimiz ko'rsin, sudyalarimiz qanchalik darajada adolatli ishlab turganligini. Men hamma sudya demayman. Men ishimga bog'liq bo'lgan shu men hozir taqdim qilaman, yozib ma'lumot tariqasida raqamlari bilan bir 10 ta ish ekan. Hozir shu 10 ta ish bo'yicha meni nohaqligimni o'sha ularni qarori to'g'riligini isbotlab bersin, bo'ldi. Boshqa muammo yo'q. Men shu kungacha ijtimoiy tarmoqlarda qancha chiqaryapman bu sudga bog'liq ishlarni, birorta sud axborot shu haligi matbuot kotiblari bunga javob qilgani yo'q. Men chiqishlarimga. Kelsin, mana luboy chaqirsin, men boraman. Shu aytgan joyda ochiq gaplashaylik, shu kamera, hamma narsa ommaviy axborot vosita vakillari orqali o'sha kuzatuvda hamma xalq ko'rsin. Bo'ldi, qanday bir muammo o'sha yerda yechaylik shu hamma narsani. Juda haligi chegarasidan o'tib ketdi hamma narsa. Shuni iltimoslar, qanaqa fikrlarni bildirsalaring, mana shu fikrlaring bo'lsa bildiringlar, izohlarda qoldiringlar, muhokama qilinglar bu bo'yicha. Men shu kungacha ko'rmadim sudyalarni shu ochiq muloqotga, ochiq muhokamaga, muzokaraga, savol-javob, bir jurnalist surishtiruvmi yo bir ko'rsatuv tayyorlashadimi ommaviy axborotlar. Shu
shu taklif qilgan kun men taklif qilaman sudyalarda, o'sha ishda ishtirok etgan prokurorlar ham kelishi mumkin, kuzatuvchilar ham kelishi mumkin. Shu ishlar bo'yicha ko'raylik qanchalik. Men o'zimni haq deb hisoblayapman, men to'g'ri deb hisoblayapman. Balki men nohaqdirman, noto'g'ridirman. Meni isbotlab berishsin shuni. Men shu kungacha meni isbotlab beralgan yo'q. Misol, bitta jinoyat ishi bo'yicha soxta hujjatlar tayyorlagan, foydalangan. Menga soxta hujjatni nomini, raqamini, ro'yxatdan o'tganligini, qanday darajada qonuniy kuchga ega bo'lganligini shuni ham aytib berishga yo'qda. Misol, shunaqa narsalar, shu ko'p bunga o'xshash misollar keltiraman. Hamma qonunlar buzilyapti. Jinoyat protsessual kodeksiga amal qilinmayapti. Mehnat protsessual kodeks, shu kodekslarga, umuman qonunlarga amal qilinmayapti-da. Men nohaq bo'lib turibman, haligacha oqlanmayapman, yo bitta ishim hal bo'lmayapti. Adolatli qaror qabul qilinmayapti deb hisoblayapman. Shuning uchun taklif qilaman, hurmatli shu O'zbekiston Respublikasi sudyalari, shu sud matbuot kotibi kelsin, mayli kim kelsa ham, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Shu bo'yicha men sizlarni chaqirib qolaman, taklif qolaman, yo o'zlaring chaqiringlar, boraman. Ommaviy axborotlar orqali bir sizlar bilan shu meniga bog'liq bo'lgan ishlar bo'yicha bir muzokara qilaylik. Salomat bo'linglar.